Axsikentda o'tgan 1 yil davomida juda katta o'zgarish bo'ldi. Mana tubdan o'zgarish bo'ldi desam bo'laman. Mana ayni paytda mana ikkita ochiq osmon osti muzeyi qo'shimcha bitdi. Jami bizda o'zi sayyohlarni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lgan muzeylarimiz soni 4 ta bo'ldi. Bundan tashqari biz eksponatlar muzeyini turk texnologiyasi asosida raqamlashtiryapmiz. Kuni kecha o'sha Outlook kompaniyani rahbariyati kelib ketdi, viloyat hokimi bilan ko'rishdi va bunda o'sha muzey raqamlashtirish 6 bo'limdan iborat muzey bo'lyapti. Uni tarixiy har bir qismi raqamlashtirilyapti. Bu ham o'ziga xos yondashuv. Bundan tashqari biz o'sha kabutarxona, antik maydoncha, umuman o'sha tarixiylikni bir ko'rsatib beruvchi qo'shimcha artefaktlarni biz joylantirmoqdamiz. Yana bir jihat, biz o'sha o'tgan 2 yil davomida qazuv ishlari olib borilgan 11-obyektda fundament ishlari bo'ldi. U yer bilasiz 2 marta loyihasi o'zgardi. Sabab u yerda 4 ta yangi o'sha arxeologik tunnellar topildi. Bu tunnellar o'sha olimlar tomonidan o'rganilyapti va u yerda 4 ta gumbazsimon xonalar topildi. Va mana shuni yopish maqsadida loyiha o'zgartirildi. Demak, bu umuman Osiyodagi eng katta usti yopilgan ochiq osmon muzeyi bo'ladi. Hajmi 100 metrga 60 metrda tashkil etyapti. Dor yo'lini ham qurilish ishlariga start berildi. Kuni kecha bu yerga Shvetsariyaning Bartlet kompaniyasi bosh direktori Markus Menzi janoblari mutaxassislar guruhi bilan tashrif buyurdi va hozirgi kunda 2 kilometrlik dor yo'lini loyihasi to'liq ishlab chiqildi. Texnik shartlarini berildi. Sirdaryoning o'ng va chap qirg'oqlari dor yo'li orqali bog'lanadi. Bu ham umuman yangicha uslubda qurilyapti va bu dor yo'li umuman Osiyoda yagona bo'ladi, chunki yangicha uslubda qurilyapti. Mana shunaqa qurilishlar juda katta. Axsikent va Sirdaryoni hamohang turizm obyekti sifatida bog'lash maqsadida o'zi biz daryo bo'yida 6 kilometrlik yangi yo'l qurilyapti. Bu yo'l Axsikent va Axsi majmuasini turizm ko'chasi orqali bog'lab beradi. Va bilasiz, u yerdagi majmuada bizni Osonotli qal'a muzeyimiz, qo'lyozmalar markazimiz faoliyat ko'rsatyapti va mana shu ikkita arxeologiya parkining ikkita majmuasi bir-biri bilan o'sha daryo yoqasidagi yo'l orqali bog'lanadi. 2026-yilda mana shu o'tgan davrida Axsikentga 20 mingdan ortiq sayyohlar tashrif buyurdi. 20 ta
davlatdan bularning aksariyat qismi o'sha uzoq xorijga to'g'ri kelyapti. Masalan, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Italiya, Ispaniyadan sayyohlarning kelishi umuman Axsikentga bo'lgan qiziqishi dunyo miqyosida naqadar oshayotganidan dalolat berib turibdi. Muhtaram prezidentimiz Axsikentga tashrif buyurganlarida umuman Axsikentning qiyofasi qanaqa bo'lishi kerak? Axsikentni umuman yoshlarimiz tarbiyasidagi o'rni, ahamiyati haqida va bu yerda o'sha o'zlarining tavsiya va tashabbuslar bilan loyihalar belgilab berganlar va mana shu amalga oshirilgan ishlar muhtaram prezidentimizni tarixga bo'lgan bir e'tiborlari, umuman tarixni tiklashga bo'lgan e'tiborlari bugungi kunda ijrosi bo'lyapti desam bo'lmaydi. Mana mudofaa devorlari qurildi. Umuman ramziy darvoza barpo etildi. Bu yerda umuman tarix muzeylashtirilyapti. Viloyat rahbarining ham e'tibori shu yerda. Umuman tarixga bo'lgan e'tibor, umuman tarixsiz kelajak yo'q deymiz-ku. Haqiqatda biz Axsikentni o'rganganimiz sari tarixga kirib boryapmiz. Ajdodlarimiz naqadar buyuk bo'lganini biz mana shu topilmalar, mana shu artefaktlar orqali biz ko'rib, amin bo'lib boryapmizki, mana 65-xalqaro gullar festivalida juda katta xalqaro ilmiy amaliy konferensiya o'tkazish rejalashtirilgan va unda dunyoning 20 dan ortiq mamlakatdan olimlar, turizm elchilari qatnashadi.